Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi darsimiz algoritmlarning tahlili, samaradorlik va optimallashtirish. Bu taqdimotda biz algoritmlarning tahlilining asosiy tomonlari, ularning samaradorligini o'lchash usullari va optimallashtirish strategiyasini ko'rib chiqamiz. Algoritmlarga kirish nima uchun muhim? Algoritmlar har qanday zamonaviy dasturlash ta'minotining yuragi hisoblanadi. Ular muammoni hal qilish uchun aniq ko'rsatmalar to'plamidir. Ularning samaradorligini tushunish va tahlili juda muhim, chunki resurslarning oqilona foydalanish ta'minlaydi. Katta ma'lumotlar to'plami bilan ishlashning tezligini oshiradi. Murakkab tizimlarning ishonchliligini kafolatlaydi. Algoritmlarni tahlil qilish orqali biz dasturiy ta'minotning kengayuvchanligi va unumdorligini optimallashtirishimiz mumkin. Asosiy tahliliy usullari: vaqt va xotira samaradorligi. Algoritmning samaradorligini baholashning ikki asosiy metrikidan foydalanish. Vaqt murakkablik. Algoritmning bajarishi vaqtning kirish ma'lumotlarning hajmiga bog'liq. Odatda big O, katta O notatsiya bilan ifodalanish. Masalan, shular kiradi. Э, xotira murakkabligi. Algoritmlarning ishlashining uchun zarur bo'lgan xotira miqdoriga kirish ma'lumotlarning hajmiga bog'liq. Bu ham Big O notatsiyasi bilan ifodalanadi. Bu metriklar bizga algoritmning turli xil kirish ma'lumotlari uchun qanday ishlashining prognoz qilish imkoniyatini beradi. Umumiy algoritmlar, ularning tahlili. Har qanday dasturchi bilishi kerak bo'lgan asosiy algoritm turlari va ularning samaradorligini ko'rib chiqamiz. Algoritm samaradorligining oshirish strategiyasi. Mavjud algoritmlarning optimallashtirish yoki yangilarining yaratish orqali dasturiy ta'minotning ishlashining sezilarli darajalarini yaxshilash mumkin. Ma'lumotlar tuzilishining optimallashtirish. To'g'ri ma'lumotlarning tuzilishini tanlash. Masalan, massiv bog'langan ro'yxatning daraxt, xush jadval algoritmlar samaradorligini oshirish. Algoritmik yondashuvning o'zgartirishi. Muammoni hal qilish samaradorligi yo'llarini izlash. Masalan, rekursiyadan interaksiyaga o'tish, dinamik dasturi, kodning tozalash va refaktorlash, keraksiz operatsiyalarni kamaytirish, takrorlanuvchi hisoblash kitoblarning oldini olish. Xulosa va keyingi qadamlar. Algoritmlarning tahlili dasturning uchun ajralmas ko'nikmalar. U dasturiy ta'minotning samaradorligi, miqyosligi va umumiy sifatini belgilaydi. Doimiy o'rganish. Algoritmlar va ma'lumotlar tuzilishining yangi yondashuvlari doimiy ravishda o'rganish. Amaliyot. Algoritmlarning turli xil muammolarini qo'llash va ularning ishlashini baholash. Hamkorlik. Boshqa dasturlar bilan bilim almashish va birgalikda yechim izlash.